Har bir Minecrafterning boshidan o'tgan eng katta yolg'onlar. Har bir Minecrafter yoshligida ushbu narsalarni bir marta bo'lsa ham sinab ko'rgan. Bugungi videoda aynan shular haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'yinchilar Minecraft pullik bo'lganligi uchun Minecraftning turli xil klonlarini sinab ko'rishni boshlagan. Ayniqsa eski yillarda Minecraftning klonlari juda ham mashhur. Hatto Minecraftning o'zidan ham ko'plab yuklab olingan edi. Shaxsan mening ham ilk Minecraftim LokiCraft deb nomlangan. Katta ehtimol siz ushbu o'yin haqida YouTubedan ko'rgansiz hamda u yerda ajdar makoniga borish haqidagi portallar videosini ko'rgansiz. Lekin LokiCraftda umuman ajdar makoni mavjud emas edi. Shunchaki uning ramkalari bor edi xolos. Lekin YouTubedagi ushbu videolarga biz ishonganmiz hamda unga turli xil lava yoki redstone'lar qo'shib portaldan o'tishiga umid qilganmiz. Lekin ushbu videolarda odamlar shunchaki turli xil modlar hamda teksturalardan foydalangan holda bizni aldashgan. Ushbu narsalardan keyin siz haqiqiy Minecraftni Google dan tortib olish mumkinligi haqida bilib qolgansiz hamda original Minecraftni yuklashni boshlagansiz. Ammo ko'rgansizki, original Minecraftda ham miflar olami hech qachon tugamaydi. Eng katta miflardan biri esa bu Wizardstormni qurish haqidagi mif edi. Ushbu mifning kelib chiqishi esa eski yillarda Minecraftning spin-offi bo'lgan Story modga borib taqaladi. Minecraft Story mod bu Minecraftning mashhur spin-offlaridan biri bo'lib, u asosan syujet bo'yicha qarab ketadi. Wizardstorm esa mana shu o'yinning oxiridagi asosiy yovuz boss hisoblanadi. Ushbu boss o'yinchilarga shu qadar yoqib qoldiki, uni haqiqiy Minecraftga modlar orqali kirita boshlashdi. Wizardstormning yuragida command block joylashgan bo'lib, siz uni bussangizgina u mag'lub bo'lardi. Aynan shu command block orqali uni yasash mumkin edi. Ammo bu boss shu qadar mashhurlikka erishdiki, odamlar prosmotr uchun oddiygina vanilla Minecraftda buni yasash usullari nomli videolarni ko'rsatishar edi. Ammo ko'pchilik bolakaylar buning mod ekanligini tushunishmas edi hamda o'zlarining dunyosida sinab ko'rishar edi hamda aldanishgan. Aslida esa Wizardstorm umuman o'yinda mavjud emas. Minecraft ilk chiqqan yillarda YouTube'da juda ham katta mashhurlikka erishardi hamda videolar juda ko'p tarqalardi. Ayniqsa boshqa olamga portal qurish mexanikasi o'yinchilar uchun doimiy qiziqish uyg'otgan. 2011-yil 34 million ko'rishlar bilan bulutlar olamiga portal ochish videosi juda ham katta mashhurlikka erishadi. Bu olam Netherning butunlay qarama-qarshisi hisoblanadi hamda uni siz glowstone hamda suv orqali aktivlashtirishingiz mumkin. Bu o'sha paytlarda chiqqan eng yangi modlardan biri edi. Hattoki videoning egasi ham tavsifda buni mod ekanligini aytib o'tib ketgan. Lekin aynan mana shu videodan keyin juda ham ko'pchilik Minecraftda chindan ham mana shu portal mavjud ekanligiga ishonib, buni o'z dunyolarida sinab ko'rishgan. Ammo ularning natijasi o'xshamaganligining sababini siz juda ham yaxshi bilasiz. Ammo qiziq faktlardan biri shuki, Mojang haqiqatan ham ushbu olamni 1-aprel snapshotida qo'shgan edi. Ammo bu portal sizni o'ylaganingizdek bulutlar olamiga olib bormas edi. Siz portal mavjud bo'lishiga ovoz berishingiz kerak edi hamda u chindan ham aktivlashtirar edi. Lekin siz uning ichiga kirsangiz 500 blokdan sizni tashlab yuborar hamda 404-xato deb ekraningizda chiqib turar edi. Menimcha bu Minecraft tarixidagi eng mashhur bo'lgan miflardan biri hisoblanadi. Herobrine'ni chaqirish. Bir kuni Minecraft hamjamiyatiga post joylanadi. U yerda esa yolg'iz bir kishilik dunyoda kimdir qarab turganini hamda uning ko'zlari oq ekanini ko'rishimiz mumkin. U shu qadar mashhurlikka erishadiki, hatto ba'zilar Herobrine'ni ko'rdim nomli videolar ham chiqarishadi hamda Herobrine'ni chaqirish bo'yicha video qo'llanmalarni topishingiz ham mumkin. Videolarga ko'ra siz oltin bloklar yordamida mana shunday strukturani qurib olishingiz kerak hamda u yerga lava, redstone hamda netherrack kabi narsalarni ishlatib hamda u yerga chaqmoq urishini kutib tursangiz, sizning oldingizga chindan ham Herobrine keladi degan mif bor edi. O'sha paytlardagi yoshligimizda biz bu narsalarga juda ham ishonar edik, lekin hozir bu narsalarga deyarli hech kim ishonmaydi. Buni faqatgina content kreatorlar juda ham qiziqarli let's playlar qilish uchun mod yordamida qilishadi xolos. Bundan 3-4 yil avval Minecraftda mutantlar modi juda mashhurlikka erishadi hamda ularning urishini YouTube'da millionlab prosmotr olib keladi. Hamda shuning uchun ko'pchilik buni prosmotrlarni yanada oshirish uchun vanilla Minecraftda bor deb ko'rsatgandek sizga mutant golemni qurishni o'rgatgan bo'lishi mumkin. Bunday videolardan YouTube'da juda ham ko'plab topa olasiz. Ammo bu shunchaki professional montajyorlardan qilingan hiylalar edi xolos. Siz hech qachon vanilla Minecraftda bunday mutantlarni yarata olmaysiz agar modlar bo'lmasa. Minecraft shu qadar qiziq o'yinki, undagi miflarning tugatishning iloji yo'q. Agarda siz ham mana shunday yoshlikdagi miflarni sinab ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Video haqidagi fikrlaringizni hamda siz yana qanday miflardan bilishingizni ham albatta yozib keting. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz, chunki biz 10 ga juda ham yaqin qoldik. Albatta Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ying. Opisaniyada havolani qoldiraman. Hammangizga xayr.